Hamma to'rtchilarga tanish holat bo'lsa kerak. Har doim o'zim farzandlarimga tort tayyorlayman deganimda hech ulgurmay qolaman. Bu safar ham zagotovkam tayyor bo'lgani bilan tortim ustiga krem qilishga ulgurmay qoldim. Lekin sizlarni bezatib bergan edim. Qizim ham juda ham xursand bo'ldi. Bu tort orasini qaranglar, qizlar shunaqa mazali chiqadi. Mazza qilib zakazlagan ishlasangiz bo'ladi. Qanaqa krem tayyorladingiz demasanglardan oldin aytib o'tib ketaman. Bundan oldingi postda joylaganman kremni ham to'liq retseptlarini. Xohishga qarab xohlagan biskitinglarni tayyorlasanglar bo'ladi. Men shifoniy biskitdan foydalandim. Ushbu biskit retseptini yopiq kanalimda o'rganishingiz mumkin. Xohishingizga qarab ushbu kremni bemalol shokoladli biskitga ham qilsangiz bo'ladi. Har bir krem mazasiga moslab mevalar ham soldim. Ko'rayotganinglardek birinchi sloykasiga banan, shokolad, ikkinchi sloykasiga malina, uchinchi sloykasiga esa mandarin soldim. Tortimizni kremlash jarayonida atstatniy plyonka o'rab olsak ham tortimiz qiyshaymasdan tekis bo'lib zborka bo'ladi. Ushbu tortimizni bir kunga morozilkaga qo'yib, ertasi kuni bemalol bezatsanglar bo'ladi. Hattoki ustiga krem qilmasdan bezatsanglar ham juda ham chiroyli chiqadi.